Bizlar boshqa mahluqlarni topamiz. Bu safar g'alaba bizlar tarafda bo'ladi. Ha, bizlar albatta orzuyimizga erishamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi kun bizlarda hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ikkinchi kun hammasi yaxshi bo'ladi. Uchinchi kun hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ladi. Hammasi yaxshi. Qornim ochib ketdi. Jinorsan, Godzilla nimaga ko'proq yegulik olmaganding? Hammasi yaxshi. Hammasi. Men chanqadim, qornim ham ochib ketdi. Nolishda bas qil, o'zi hamma ishda meni bo'ynimga ilib qo'yding. Yaxshilikni bilmaydigan eshak. Yaxshilikni bilmaydigan? Seni o'zing ham tashqi dunyo haqida hech narsa bilmas ekansan. Men otam o'lgandan keyin bitta o'zim yashadim. Sendan farqli o'laroq, meni hech kim quchoq ochib konchilikka taklif qilmagan. Menda yashirin kuch bor. Kuch deysanmi? Nima haqida aytyapsan? Bu kuch. Mustaqil yashash kuchi. Sen qancha tutding, Musashi? Nahotki bitta ham tutolmagan bo'lsang? Sen o'zingdan ketmas, sassiq baliqchi. Men ham hozir shuncha tutaman, qarab tur. Nima bo'lyapti menga? U bor kuchi bilan harakat qiladi, gap mahluqlar bilan kurashish haqida ketganda. Men esa musobaqalashmoqchimanmi? Mahluqlarga qarshi bularni tutishimni bilishim nima keragi bor? Ahmoqona-de.ただ一つ揺るがない何かを見つけたなら誰かが笑う夢や苦想を語れたなら手にする常識はただの土手以外で想定外がつきもの多数決で正義が決まるんだ僕らは悪かも型破り不屈の精神刻め Just now Break up mother Break up mother Break up mother 遠くても Alright 駆け引きよりも限界突破 Break up mother Break up mother 隠してる会心の一撃叩きのめされたって何度でもステップアップせんだ酸いも甘いも噛み砕き進め下克上いざここからTo'rtinchi qism. Tutolmayapman. O'ylashimcha hamma ishni Godzillaga tashab qo'yganman. Nimaga o'zi ovqatda deb janjallashdi? Godzilla, meni kechir. Keyin birga ovqatlanamiz. Nima? Godzilla, qayerdasan? Voy! Godzilla! Bu jarohat his qilishniki. Kim qildi buni? Nima deding? Qanaqa qimmatbaho narsalaringni chiqarchi? Mana eshitvasanmi? Menga sandan narsalaring kerak. Hamma narsalaringni berlar. Kitetsunya. Kitatsui?
San Kotsironi yaraladingmi? Ha, man. Agar qochishga urinsang, seni ham sarg'iz sochdek qimirlamaydigan qilib qo'yaman. Tushunarli. Nima? Qarshilik qilmoqchimisan? Seni qiliching qayerda? Senga qarshi u menga kerak emas. Nima? Sen kichkinasan va yengilsan. Va zarbang ham kuchsiz. Hozir seni boshingni olib tashlayman. Alvido. Og'ridi. Nima? Ish bermadimi? Sen ajoyibsan. Lekin unchalik ham kuchli emas-ku. Qana qilib Kodzironi yengdi? Jin ursin. Unda sen juda ham yoqimli ekansan. Nima? Uslubini o'zgartirdimi? Ehtiyot bo'l, Musashi. Menga senga o'xshagan kuchli yigitlar yoqadi. Nima? Yo'q, to'xta iltimos. Sen hamma aytgan qilishga roziman. Nima? Bo'siyammi? Ahmoq, qo'lga tushdi. Ikkita ahmoqlar, mana senga. Sen o'ylaganchalik ahmoq emasman. Anu saru soch bunga qarshilik qila olmagan edi. Nima? Sen rostdan ham shunga aldandingmi, Kodziro? Jim bo'l, men chalg'ib qoldim. Kechirib qo'yasan, lekin men bunaqalarga o'chadigan emasman. Mana bunga konchilar tayyorlashgan. Tayyorlashgan? Unda jiddiyroq urushishga to'g'ri keladi. Bu yana qanaqa qurol bo'ldi? Jin ursin, tushli vaqti bo'pti. Janobimni jahli chiqadi. Kodziro, Men buni olib turaman. u bizni motosiklimizda o'rab ketdi. Uni qaytaramiz. Ha, orqasidan. Janob, kechga qo'yganim uchun kechiring. Janob, Nima? Mani otryadimdagi qiz vaqtga e'tibor bermaydimi deyman. meni kechiring, iltimos. Lekin siz aytganingizdek, bu shiyladan ketasiz va boshqa narsalarni olib keldim. Bilgandim eplashingda. Axir sen meni qizchamsan. Yaxshi. Yonimga kel. Janobim. Janobim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Janobim. Sizni hamma aytganingizni qilaman. Kutish, mashq qilish. Ayting, nima qiling? Maxluqlarga kurashish albatta. Va bir kun albatta yerlarimizni qaytaramiz. Ha, janobim. Ishongim kelmayapti. Bu la'natli qiz hamma narsam zo'g'lab ketgan ekan. Kechirmayman. Men qiz bolani bunchalik yaqinda ko'rmagandim. U shu tarafga qochganda. Qo'y, qara Musashi. O'tga qasameda bandasi deb yozilgan. Rostdan ham. Bu shilami? Agar o'ylab qarasak, Takidani bandasida ham shunaqa imoratlar bor edi. Va shunda uchib kelishganda. O'ylashimcha ular ham bu sila bo'lishi kerak. Bizlar uni kimligini bilmasak ham kirishimiz kerak. Bu mototsiklni menga otam qoldirganda, unda uni qaytarishimiz kerak. Bahaybat. La'nati qatga yashirgan ekan uni. Bu yerga. Banda qasamada saroyga xush kelibsizlar. Sana o'sha o'g'ri qiz, qaytar baykimizni. Olib ketishinglar mumkin. Men uni bir muddatga olib turgan edim. Qani ortimdan. Qani. Kelinglar. Juda shubhali. Bu qiz yana nimadir o'ylab qo'ygan. Ehtiyotroq bo'l. Ha. Sizlarni baykinglar bu yerda.
Bu axir. Bu tepalikda butun shahar bormi? Umuman olganda bu saroy. Nima? Sizlar hech ham ko'rmaganmisizlar bu Silani saroyini? Faqat tashqaridan, lekin ular juda ham tez. Uni kuchi ham aynan shunda. Bu Silani saroyi uchadi. Uchishida, lekin qanaqa qilib? Hozir hamma shaharlarda maxluqlar juda ham ko'p. Bu teatrlari bo'lsa, ular qayerda bo'lishmasin, ularni ortidan qolishmaydi. Va buni hammasi shu yerda yashaydigan odamlar tufayli. Xizmatkorlar, temirchilar, oziq-ovqat yetishtirib beradigan fermerlar, tabiblar va chorvadorlar ham. Odamlar bu yerda 100 yildan beri yashab kelishadi. Bu teatrlari bu birga kurashayotgan oiladir. G'aroyib. Butun shahar maxluqlarga qarshi kurashsa, yerlar va hatto maktablar ham. Aha, atrofdagilarni bolalari shu yerga kelishadi. Qo'y, axir bu Sukumi-chan. Ha, rostdan ham. Doimiy, sizlar yana mashg'ulotlarni qoldiryapsizlarmi? Biz bilan mashq qiling, iltimos. Bugun sizni yutaman. Rostdan ham meni yutishingga ishonching komilmi? Xotiralarni yodga solatdi. Ha. To'g'ri aytasan. Yana. Ilojim yo'q. Sizlar ikkovinglar juda ham og'ir bo'lib ketibsizlar. Balki Alisharmas. Nima? Manmi? Keling. Bolalar bilan o'ynay qol, Godzilla. Ha, rad etolmayman shekilli. Hujum qilinglar. O'ylaganimki, bu sizlar faqat maxluqlar bilan kurashadidir. Lekin adashibman. Bu yerda hammasi oddiy. Oddiy hayot, ya? To'g'risini aytsam, bu teatrlar katta oila degan bo'lsam ham, lekin ularning orasida meni yaqinlarim yo'q. Subhani Bachchan! Yerlarni qaytarsak ajoyib ish bo'lardi. Biz faqatgina o'zimiz uchun kurashmaymiz. Biz odamlarni himoya qilish uchun kurashamiz. Bu sizlarning maqsadi shunda, Sugumi. Aha, mana hali kuchli bo'shi bo'laman sizga o'xshab. Bachchan! Ularning hammasi halok bo'lishdi. Unda bizlar o'xshash ekanmiz. Hoy Musashi, bizga qo'shilishni xohlamaysanmi? Xo'p, ketyapman. Bu bola nima bo'lgan unga? Tenti. Ko'rishimcha yaxshi kelishyapsizlar. Janob, Kosema otryadi, sizlarni ko'rgandan xursand. Janob Musashi, janob Godzilla. Men Hidoe, Kosmeda otryadining kapitaniman. Men xursand bo'lardim bir juft busilar bilan birlashishdan. Ko'rishimcha ularning kapitani yaxshi odamga o'xshaydi. Menga qolsa u biroz g'alatiroq. Unga nima keragi bor bizga shuncha bayram qilishi? unaqa xavotir olmasanglar-chi, shunchaki ovqatlaninglar. Qani, dechi? Yo'q, rahmat. Bilasizlarmi? Sizlarni baykilarda Kitsune ko'rgandim. Va sizlarda shunaqa ajoyib transport bor ekan, demak. Sizlar kuchli busiylar va ko'p maxluqlar bilan kurashgan bo'lsanglar kerak. Shuning uchun sizlarga bitta taklifim bor. Sizlar kosmeda otryadi bilan jang qilishni xohlamaysizlarmi? Birgami? Ha. Bu yerda juda ham ko'p maxluqlar yuradi.
Birgalikda harakat qilsak, qurbonlar soni kamayardi. Va Kititsuni ham teng bo'lishardik. Kititsu? Nima o'zi u? Nahotki sizlar buni bilmaysizlar? Yo'q, unchalik emas. Ha. Xo'sh. Unda ikkaloving ham axlatsizlar. Tsugami, Lekin janobim, ularni bog'la. Xo'p, bo'ladi. Nima? Ko'chatsa qiluvchi. Uchuvchi ikki qaldirg'och. Nimasi bu? Ularni hatto kattani ham kesa olmayapti. Voy, qo'yvor bizani. Kechiringlar. Kechiringlar. Nima qilganda ham ularda yaxshi bayt bor ekan. Balkim ular Kititsuni yana qatgadir yashirishgandir. Qamab qo'yinglar uni. Kechiring. Agar men ahmoq va foydasiz bo'lmaganimda edi. Yana qaytar. Men ahmoq va foydasizman. Eshitmadim, yana qaytar. Men ahmoq va foydasiz bo'lganim uchun xato qildim. Mani vazifam sizga foydasi tegadigan kuchli bo'lgan bo'ysini topib kelish edi. Sen rostdan ham foydasiz qizsan. Sana foydasiz miyangga yetib boryaptimi bizlar qanaqa ahvoldaligimizni? Ha. Mahluqlar bilan jangdan keyin atrofdagilarning soni kamayib ketyapti. Shunaqa ekan, buyuk Takugawa, yerlari menga ishonib topshirilgan, uni himoya qilishim kerak. Keyingi safar mahluqlar hujum qilganida butun shahar jangga boradi. Hammami? Ha, Lekin ularning ko'pchiligi ayollar va yoshi kattalardan iborat-ku. Va yana yosh bolalar ham. Axir bu shafqatsizlik bo'lmaydimi? Ularni mahluqlar bilan jang qilishga majburlash. nahotki sen bu shu otryadi mahluqlarga qarshi kurashish uchun yaratilgan. Bu sizlar uchun oxirgi tomchi qolgunicha mahluqlarga qarshi kurashish bu ular uchun sharaf hisoblanishi kerak. Lekin Nima lekin? Agar gaping bo'lsa hozir gapir. Nima? Nima bo'ldi? Nimadir demoqchimiding? Foydasiz axlat. yo'q. Siz haqsiz. Janobim, buyruq bering. Men nima qilishimni xohlaysiz? Tish, mashq qilish. Nima qilishimni xohlaysiz? Mana sizsan, rostdan foydasizsan, Tsugami. Ha, O'zi sendan hech qanaqa foyda bo'lmagan. kechiring. Men harakat qilaman. Bunga hojat yo'q. Mani har doim yoningda bo'laman. Shuning uchun nima desam, shuni qilasan. Ha, janobim. La'nata. Bu yaramas temir bashara. Ishongim kelmayapti, u bizni qamab qo'yganiga. Voy! Hukaviylar tuzummisizlar? San? Yuzingga nima bo'ldi? Ko'rinishing yomon. Senga u o'zini g'alati tutayotgandek tuyulmayaptimi? Ha, Eshitdinglar? Sizlardan bitta narsa so'ramoqchi edim. Sizlarda Kititsu bor-ku, to'g'rimi? nima o'zi u qayta aytayotgan Kititsuin? Sizlar rostdan ham bilmaysizlarmi? Bu degani maxluq va temir. Bu maxluq tanasidan olinadi. Maxluq tanasidan? To'g'ri. Ular o'lgandan keyin parchalanganini ko'rgan edim. Bu yonuvchi qumli temir zarralari Kititsu. Bizlar maxluq kuchini singdiramiz. Mana nima ekanda?
Itetsu har xil kuchga ega. Busilar bu kuch bilan maxluqlarga qarshi kurashishadi. U bizga katta janglarda kerak bo'ladi. Janglarda? Kodamadagi bir to'da maxluqlar saroyimiz tarafga qarab ketyapti. Bu o'sha Kasameda aytgan kuchli maxluqlarmi? Shuning uchun unga bizning yordamimiz kerakmidi? Lekin bo'lmasa hamma Eshit. Sen nimaga o'zingda ushab turibsan? Sani qo'llaring. man o'zimni ushab turibman. Picham unaqa emas. Men nimani yetmayotganingni bilmayman-ku. Lekin seni nimadir bezovta qilayotgan bo'lsa, buni bizga aytishing mumkin. Mani bezovta qilayotgan narsa man xohlamayman odamlarni o'lib ketishini. Bizani aholi jang qilishiga qarshiman. Man bunga qarshiman. Qarshiman. Qo'y. Mana bu haqda o'ylashga majbur qilma. Qo'y, to'xta. Mendagi bu yomon xayollar. Men bunaqa o'ylamayman. Bunga ular aybdor. Mana buni o'ylashga majburlashdi. Nima qilishim kerak? Kim bo'lsa ham yordam beringlar. Kim bo'lsa ham. U bilan hammasi joyidami? Ani bilan .uz uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etishdi. Zero va Shojiki tarjimon Norman keyingi qismda ko'rishgan. Voy, yana qanaqa maxsus mashqlar? Bizlarni ishdan chalg'imasligimiz uchun mashq qildirishgan. Qancha yur uchrashuvga chiqamiz. Nima? Kelasan va uni uloqtirasan. Bu konchilarning usuli. Konchilar qo'pol qilsalar ekan.